olib ketay qizlar faqat mennami yoki sizlarda ham shunday chiqimi? O'zimni uyimda o'zim borki ish qilmasam tekinxo'rday his qilaman men o'zimni. Yaqinlarimiz ham ayniqsa yerimiz ham borki tekinxo'rday yashayotganimizni his qildirmagancha qo'ymaydi-da. Hamma ishni qilib borki bir 5 minut uyga kirib ketsan, sen bir yarim soat vaqting bor, nima ish qilding yarim soatda? Qo'ri jotdingmi deydi. Shunaqangi tanamdagi bor teshigim borga qisilyapti-ku. Nima biz shunchalik yarim soatdan o'zimizni ajratolmaydigan darajada bir alliga qulmizmi? Bir 20 minut tualetda o'tirib mazza qilib tishdim deya olmaymiz-da bizlar. Mumkin emas u ham. Erimni xoyalida idish tovoq, uylar, hamma narsa ovqatlar o'zi bo'lib qoladiganday men mazza qilib ko'tim ko'tarib jotayotgandek his qiladi-da. Shunday men faqat jeb jotaman. Kasal bo'lsak iltimos qilib yo'l pul so'rasak faqatgina bu yog'ini enamizga yetib olsak, enamiz o'zi davolaydi. Qur'on sultondek o'zimizni his qilmasak, yetib sadoqat bilan xizmat qilsak, orqadan ish qilmasak, eng original ayol bizlar bo'lsak, salonga bormasligimizni, kiyim olmasligimizni hali ham aytmayapman. Shunchaki yarim soat o'zimizga vaqt ajratishga